Aziz kuzatuvchilar, bugungi patsiyentimiz Muzrabot tumanidan 1950-yil tug'ilgan bu kishi. Bu kishi o'ng oyoqda varikoz kasalligi bilan kasallanib yurgan va o'ng oyoqda tomirda katta teri osti venasida tromboflebit yuzaga kelgan va biz hozir tromboflebit kasalligi bilan kelgan bemorni lazer operatsiya qilyapmiz. Og'riqsiz usulda lazerda ameliyot bajaryapmiz. O'sha tomirni to'liq lazer yordamida bartaraf qilmoqchimiz. Bemorimiz mana tinch yotibdi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana biz patsiyentimizni, bemorimizni varikoz kasalligini to'liq lazer bilan umuman kesmasdan bartaraf qilib berdik. Ya'ni o'sha varikoz tomirlarni lazer bilan ichidan kuydirib, hozir yo'qotib berdik. Endi bobo mana bemalol yura oladilar, bemalol uyiga keta oladilar. Hozir o'zlaridan so'raymiz. Bobo, sizga yoqdimi shu lazer operatsiya? Haqiqatan yaxshi ekan. Menga juda yoqdi. Bu operatsiyangizda menda boshimga kulba tushgan shunday varikozda shu больницаga kelib shu yerda davolashga ishtirok qildim. Haqiqatan yaxshi. Yo'qda sizga og'rigan yo'q, qiynalganingiz yo'q. Umuman sezganim yo'q hozir operatsiyani. Shunday yotib, shunday qanday bir 40 minut ichida operatsiya o'tdi. Muvaffaqiyatli. Shunday. Men bugun Xudoga shukr bir kechadan keyin uyga ketyapman. To'ppa-to'g'ri uyga taksiga minib ketaman. Bemalol hech og'riq yo'q. Bir mana muxlislarimizga yurib ko'rsatdik, mana o'zlari bemalol ko'rsin. Bemalol men sakrashim mumkin. Mana. Hech qanday og'riq sezmayman umuman. To'ppa-to'g'ri. Shunday. Bemalol. Aziz muxlislar, bu kishida bu bemorimiz Muzrabot tumanidan oyoqlarida tomirlarda tromb hosil bo'lib, o'sha flebit degan narsa, ya'ni tomirlar yallig'lanib bizga kelgan edilar. Biz mana hozir davoladik, to'liq yaxshi bo'ldilar. Xudo xolasa, keyingi tavsiyalarni bajarsalar bo'ldi. Biz bemalol uylariga javob berishimiz mumkin. Kimda-kim varikoz tomirlardan aziyat chekkan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilinglar. Biz sizni eng zamonaviy lazer usulida davolab, 100% kafolat bilan uyingizga javob beramiz.